Assalomu alaykum. Bizning bugungi navbatdagi mavzumiz biologiyani o'qitishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llash haqida. Men Rahmatova Salima Tag'aymuradovna, Termiz davlat pedagogika instituti, kimyo biologiya kafedrasi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktoriman. Siz bilan birgalikda biologiya darslarida, demak, axborot texnologiyalarini qo'llash borasida fikr almashamiz. Demak, ta'lim jarayonida axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni va bu texnologiyalarning imkoniyatlari va ba'zi dasturiy vositalar haqida suhbatlashamiz. Shuningdek, elektron ta'lim resurslarining mavjud portal va saytlarga to'xtalib o'tamiz. Dastlab elektron ta'lim resurslar qanday tarkibda ta'lim jarayonida qo'llanilishi mumkinligiga to'xtalamiz. Demak, maktab ta'limida, oliy ta'lim, o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim jarayonlarida biz bevosita o'quvchilarga, talabalar, yoshlarga ta'lim berish jarayonida elektron ta'lim resurslaridan foydalanamiz. Va buni taqdimot, videoroliklar, audio kitoblar va o'qituvchi kitoblari, test topshiriqlari orqali va elektron darsliklari shaklida o'rganib, tahlil etishimiz mumkin. Dastlab elektron ta'lim resurslarining zamonaviy darsliklariga to'xtalib o'tsak. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida bugungi kunda zamonaviy darsliklar yillar kesimida chop etilib borilmoqda. Bilamizki, milliy o'quv dasturi doirasida zamonaviy darsliklar mos holda yaratilib kelinmoqda. 1-4 sinflarga qadar, 5-6 sinflar dasturida esa Singapur ta'lim dasturiga moslashtirilgan darsliklar bilan yangitdan joriy etildi. Zamonaviy darsliklarning barchasida o'quvchilarning o'qishiga qulaylashtirish maqsadida axborot texnologiyalaridan uyg'unlashgan holatdagi xususiyatlar aks etgan. Misol uchun, darsliklarning elektron shaklida QR kodlar joylashtirilgan va bu har bir mavzu kesimida amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarida 7-sinf darsliklarida ma'lumotlarni elektron shaklda Ta'lim.uz portaliga bog'lash orqali amalga oshirilgan. Demak, bu o'quvchilarimizda darslik mazmunida keltirilgan ma'lumotlarni video shakldagi ko'rinishlarni kuzata olish imkoniyatlarini beradi. Elektron resurslar asosi hisoblangan taqdimotlarni tayyorlash uchun biz pedagoglarimizga ba'zi dasturiy vositalarni taqdim etmoqchiman. Demak, PowerPoint dasturi barchamizga ma'lum bo'lgan dastur, shu bilan birga Prezi dasturi, Google Sales dasturi, Focus, Visma asosiy Canva dasturlarini taqdim etishimiz mumkin. Bu dasturlarimiz mazmunida media yaratish imkoniyatlarini kengligi asos qilib olingan. Shuningdek, videoroliklar va videoroliklarni tayyorlovchi vositalarga to'xtalib o'tsak, video darsliklar, videoroliklar tayyorlash uchun bizga Camtasia studiyasi, Bandicam, Capture kabi dasturlardan foydalanish imkoniyatimiz mavjud. Hozirda bu jarayon, demak, elektron vositalar orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, ba'zi jarayonlarda o'quvchi va o'qituvchi orasida munosabatni yanada rivojlantirish, faollashtirish, o'quvchilar faolligini oshirish uchun biz odatda topshiriqlar bilan ko'p ishlaymiz. Xalqaro baholash tadqiqotlari mazmunida ham juda ko'plab topshiriqlar taqdim etilgan. Bu topshiriqlar formatini tayyorlash uchun bizga bir qancha qulayliklar mavjud. Biz uchun iSpring dasturi, shuningdek Hotpotato dasturi, Online Testpad dasturi kabi Quizmaker dasturlaridan foydalanish imkoniyatlarimiz bor. Bu dasturlar pedagoglarimiz uchun o'quvchilarga mo'ljallangan topshiriqlarni yaratishga xizmat qiladi. Maktab.uz sayti haqida so'z boradi. Maktab.uz sayti bu, demak, ta'limiy maxsus video darslar joylangan maxsus platforma bo'lib, 1-11-sinfga qadar bo'lgan barcha sinflardagi pedagoglarimizga eng yaxshi platforma hisoblanadi. Bu platforma tarkibida barcha sinflar kesimida taqdimotlar va videoroliklar yuklangan. Shuningdek, bu taqdimot va videoroliklarni yuklab olishingiz va siz o'z faoliyatingizda foydalana olish imkoniyatiga ega bo'lasiz.
Shuningdek, navbatdagi platformamiz bu Xan akademiyasi platformasi. Xan akademiyasi platformasi hozirda butunlay yangilangan va formati juda keng taqdim etilgan. Bu barcha fan yo'nalishlaridagi video materiallarni o'ziga biriktirib olgan. Endi biz foydalanishimiz mumkin bo'lgan ba'zi platformalarga to'xtalib, ba'zi saytlarga to'xtalib o'tamiz. Bu saytlarning barchasida o'qituvchilarimiz foydalanishi mumkin bo'lgan saytlar ilova qilingan. Demak, mana shu keltirilgan ma'lumotlar asosida darsliklardagi ba'zi multimediali darsliklarni yuklash imkoniyatlariga ham biroz to'xtalib o'tamiz. Demak, mediali ilovalarimizda darslikning media ko'rinishi taqdim etiladi. Buning uchun siz Google Play dasturi orqali raqamli darsliklar ilovasini yuklab olasiz va bu ilovada har bir sinflar kesimidagi ma'lumotlar yuklangan. Va bu ma'lumotlarda tilni o'zingiz tanlaysiz. Tanlangan til orqali siz ochiq belgilangan oynada o'sha har bir sinflar kesimidagi tabiiy fan yo'nalishda, misol uchun belgilangan 6-25 betlarda belgilangan ma'lumotlar orqali siz to'g'ridan-to'g'ri media ilov ma'lumotlarini kuzata olishingiz mumkin. Demak, unda elektron shakldagi darslikning elektron ko'rinishi, shu bilan birga har bir ma'lumotlarga asoslangan uning raqamli topshiriqlar to'plami ham bor. Mana misol uchun oziq zanjiriga yo'naltirilgan, baholashga qaratilgan topshiriqlar ham belgilangan. Demak, rasmlarda to'g'ri ketma-ketlikka joylashtirib chiqish orqali bola o'zini oziq zanjirini hosil qilish orqali bola o'zini o'zi baholay olishi mumkin. Demak, keltirilgan ma'lumotlar va o'quvchi har birini o'zining ketma-ketligi bo'yicha joylashtirib chiqishi keltirilgan. Bolani rag'batlantiruvchi ma'lumot oyna yuzaga chiqadi va bu orqali o'quvchilarimiz demak o'zlarini o'zlari baholay olishlari ham mumkin. Shu bilan birga 6-sinf kesimida bizda hozirgi Milliy o'quv dasturi mazmunida o'quvchilarimizning QR kodga joylashtirilgan maxsus mediali topshiriqlari keltirilgan. Misol uchun o'sha ma'lumotlar asoslangan modelni yaratishning video lavhasi yuklangan. Bu Ta'lim.uz saytida joylashtirilgan, YouTube'ga ham biriktirilgan, shu bilan birga o'sha respublikamiz ta'lim markazi tomonidan yaratilgan dastur media ilova hisoblanadi. Mana shu shakldagi 6-sinf kesimidagi har bir loyiha video shaklda saytga joylashtirilgan. Demak, o'quvchilarda biz bu ma'lumotlarni, shu mavzuga doir bo'lgan loyiha ishlarini tashkil etayotganimizda o'quvchilarning abstrakt tasavvurini boyitish maqsadida media ilovalarga murojaat qilib tashkil etishimiz mumkin. Misol uchun O'zbekistonning ma'muriy hududiy mozaika ko'rinishini yaratish modeli orqali unga video shakli bor, o'quvchilarimiz bemalol darsdan shu shakldagi ma'lumotlarga asoslanib foydalanishlari mumkin. Bugungi mavzumiz mana shu. Rahmat e'tiboringiz uchun.